Assalomu alaykum. Elektrotexnika.uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Havolar ham isib ketdi. Mana Muborak shahrida Xo'ja Abdulloh ibn Muborak jome masjidida mana shamollatgichlar o'rnatyapmiz. Havoning issiq kunlarida namozxonlarga sharoit bo'lsin deb mana shamollatgichlar o'rnatyapmiz. Xo'ja Abdulloh ibn al-Muborak jome masjidi. Shamollatgichlar o'rnatilyapti. Alloh hammani ishini barakatini bersin. Mana shamollatgichlarni o'rnatib oldik. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Shamollatgichlarimiz buni ishchi holatda. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, izohlar yozib qoldiring va Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.